O'tgan kungalikka ulgurmaganlarga u ham birpasda sotilib ketdi-yu, birinchi klient o'zi olib ketdi. Yana bitta ideal variant. Rostagasi Mercedes AMG G63 kraskasi top-toza va double night paket. Mana ko'rasizmi, orqa oldi diskalargacha perforatsiyali, tana salon holati ham, kuzov holati ham, orqalarida monitorlargacha bor, polni carbon edition. Imam double night salonlargacha rombiklisini polni night bo'yatibdi. Ha, qarang, rullarigacha karbon alkantara bo'yatibdi, patalan alkantara. Oddiy pozitsiyasidan kamida 30-40 ming qimmatga olingan shu deyaptilar. 365 mingga olingan apparat, 26 ming probeg, kraskasi top-toza, 2023-yil bu ham bittada ketib qoladi. Bilasizlar, ozgina yurgan geliklar juda tortilib qolgan. Srochniga 228 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Ishoning, tortilib qolgan, bittada bu ham inshaalloh ketib qoladi. Keyin olsa ham barakasini bersin, bosib yuboring.